Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Navbatdagi dastavka xizmatimiz Andijon viloyati Asaka shahriga 52 metrlik gigantni olib kelib ishlatib berdik. Aka, qalay ishlashlari ko'ring-chi, o'zingiz so'z isboti bilan. Zo'r aka. Internetda aytilgancha bo'lar ekanmi? Internetda ko'rganimdan ham ziyoda ekan aka. 5 minutda shu qo'lni kuydirgan darajada bu bo'ldi, ha? Bo'ldi, rafsha kuydiradi. O'sha issiq taftini shuni ko'ryapsiz. Ha, hamma andijonlik asakaliklarga taklif beramiz. Xudo xolasa. Asakaga qilamiz hammaga. Zo'r. Inshaalloh dastavka qilib beramiz. Yaxshi niyatda like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarga ham mana shunaqa joyli holatda, pachka holatda, cho'tka holatda olib borib beramiz. Bizning manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida, Shahand qishlog'ida. Barcha viloyatlarga dastavka xizmatlarimiz bor. O'zbekistonning barcha hududlariga inshaalloh ushbu ekrandagi telefon nomerlariga aloqaga chiqa olasizlar. Bu 2 metrligimiz juda ham katta joy uchun o'zi aslida olganda, lekin bu yoqqa 3 ta xonaligi uchun kirishga issiq bo'lib turishligi uchun qo'yib berdik. Shunga ham xudo xolasa cho'tka holatda turibdi mana shular. Barchaga omad sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar.